Ko'pchilik erkaklar testosteron preparatini olish haqida o'ylaydi. U qachon xavfli va qachon xavfsiz? Keling, shu haqda men sizga to'liq ma'lumot beraman. Testosteron preparatini ma'lum bir kasalliklarda, xususan gipogonadizm, ya'ni jinsiy rivojlanishdan keyinda qoluvchi kasalliklar bo'ladi. Shunday holatlarda beriladi. Undan tashqari, jinsiy zaiflikning og'ir formalarida ham testosteron preparatini qo'llanishimiz mumkin. Undan tashqari, ba'zi bir sport bilan shug'ullanuvchi yigitlar uchun muhim bo'lgan joyi, ya'ni sport zaliga borayotgan yigitlarga ham testosteron preparatini qabul qilish mumkin. Faqatgina sharti bor. Uni mutaxassis urolog, androlog, endokrinolog bilan maslahatlashgan holda qabul qilishni tavsiya qilamiz. Siz sport bilan shug'ullanayotgan mavsumingizda tanadagi mushak massasini o'stirish uchun ma'lum bir etapga kelgandan keyin organizmning testosteronga bo'lgan talabi ortadi. Aynan shunday holatda gormonni organizmga kiritsak, sizning salomatligingiz uchun bu zararli bo'lmaydi. Testosteronni o'zicha qabul qilish bir qanday jiddiy sabablarga olib kelishi mumkin. Shulardan biri yurak xastaliklari, qonning quyuqlashishi, gormonal buzilishlar, eng og'iri bu bepushtlikka sababchi bo'lishi mumkin. Faqatgina mutaxassis nazorati ostida kerakli doza hamda muntazam tekshiruvlar asosida qabul qilsangiz, bu sog'lig'ingiz uchun xavfli bo'lmaydi. Unutmang, testosteron terapiyasi shunchaki dori emas, bu davolash vositasi hisoblanadi. Uni faqat mutaxassis nazorati ostida qabul qiling.